Do'stlar, bugun mana bu videoni video deyapman. Nima? Brawl zalni o'ynaymiz. Buni bitta kanalimda chiqargandim. Yanagi o'chirib tashlagandim, bo'lmaydi deb. Nima desa, bu videoda o'zidan o'zi menga million bergandi-da. Bittasi emas, o'zi kirgan payti million bergandi. Ana shu zalni davomi. Biladiganlar bo'lsa, men ikkita kanalim bor. Bittasini cho'p bo'lmadi ochganimga. Mana shu zor. Mana shu ish. Nima desam bo'ladi? Mana shu kanal ikkinchi ochgan kanalimda nima desam bo'ladi? 100 ta obunachi bor. 5000 ta prosmotr hisoblab chiqqanman-da. Mana bunaqa qilasan, mana bunaqa qilib o'qat yeb oyoqingni uzattirasan va mana bundayga o'tasan, o'tgan payting oyoqing uziladi. Mana qarab turinglar. Ana. Tushundinglarmi? Mana shu zalni hozir biz eng tepasiga chiqquncha o'ynaymiz. Maqsadimiz shu. Mana bu 75 ta nima qilyapti? Sotib yuboraman. Godlen. Mana bu rang-barang nima ekanda bu. Qaysimda berdim. 1 millionga sotdim. O'zim million. Mana. Endi mana bu qoragacha chiqalar ekanman. Qoraga yaqinlashyapman. Mana bu chet nima qaysi taraf, o'ng tarafga qaranglar. Men ko'rsatadi o'zi. Qaranglar, qizilda o'tdim. Rang-barangdan bo'tlarga o'tdim. Kar, kur. Oldim bitta Brawl tayyor. 50 k olsa. O'zi ham 50 k. 50 k ham o'zi bo'ladimi? Qayerda bo'lsa shu yoqqa boramiz. Qabul nima deydi 50 k ekanda. Men Brawl ko'tarishim kuchaytirgandim qanchagadir. Shunchalik. O'tirganimmi? Yo'q. Besh kanal qo'yishim yo'q. Mana shu bilan cho'ydim. Bu yana o'tirdim. Bugun Godlen'dan bu kuchayar ekan, mana shundan ko'p kuchayar. Sen kuchaydimi 4,5 milliondan? Yo'q. Kuchaymadi. Mana bu yaxshiroq ekan. Nima edi? Team cheese. Nima dedi endi? Tushundim. Mana bu yerda Brawl paydo bo'ldi mana shu yernikida. Lekin bu yerdagiga chiqolmayman. Borsam kerak. Sekretga bora olmasam kerak. Nimaga sekret desangiz, mana bu sekret deb aytiladida, hamma yerda sekret deyiladi. Mana bu Godlen, mana bu Mitfair. İsmini aytolmayman, shunday Mitfair deb. Aytilishini bilmayman-da, qarabchi.
Matrağıdan vay burayı yapıştıralım. Güzel. Kimiydi bu? Vay bu. Men bunu kımmat deb kiysam 1,5K. Men bunu 1,5 million deb ko'rdim de. Nima bo'ladi bilmayman. Juda buzilib ketdi de. 15K yana 2K mana shu 15Kni olaman. Olmasa kerak. Hiç olamayman. Mana shu trollar ketdi bu. Endi aniq olaman. Gangster futera criminalera. Bu gangster futera mana bu ana ustiya Brayrotda 4K lekin bu yerda 15K. Bunday yaxshi yo'q. Yo bormi? Çok xabar ekan bilmayman. Şunsaltamiz ketani yoqda Parhot spot paydo bo'libdi. Parhot spot bo'lish kerak endi mana. Karkar kur. Olib qoldimmi? Mazbur ham oldim. Mana bu yerda bitta Brayrot ko'rdim. Hozirgina ko'rdim. Katga yo'qolib ketdi. Va yo'qolib ketdi. Hozir ko'raman qimmatroq ekanda deb qaragandim. Ketib qoldi. Uyga ketdim. Udin dun. Voy yo'qoldi. Voy pastga tushdim. Pastga. Yo, bu yerda kamdi ketdim men. Shan pastga boshqa chiqamaydi. Brayrotda Parhot spot yo'qolib ketmasa bo'ldi. Parhot spot. Tez chiqish kerak. Tez. Tez bo'l, yetib chiqish kerak. Nima qilyapti bu? Asta chiqib. Parhot spot ko'p, yes. Olsam bo'ldi. Ikkita Parhot spot. Yaxshi ikkita bor. Bittasi mana bunda. Karkar kur. Bittasi bunda. 200 metr o'ryapti. Men uchun nima edi? Karkar kur. Oldim. Yes. Oldim. Burada yana qaysi? Mana bunda kim edi bu? Nomay hotspotmi? Shunaqa. 5K ekan bo'lmaydi. 20K bo'ladi. Glorbo. Frutto drillo. Ketdim 3ta bilan ortib yetib ham qoladi. Boshqa 50 kan qo'yamiz. 20K. Voy hozir 20K. Mana shulardan pulni pulni ko'paytirib. Endi yetirib olsam bo'ldi hammasini. Nimaga desa, hammasiga pulim yetmay qolishi mumkin. Mana bo'ladi bunga. Ana bunga pulim yetmay qoldi. Buni sotib yuboraverasam. Agar bir kam bo'lsa ham bo'ldi deb o'ylayman. Hoşuna gidiyor. Köpke. Anasını diyorum. Bana maksimal kurgan. Maksimal kurmakla. Kança burada tutuyor ama 4 de burada tutuyor.
Yana bitta bir ayrot olib kelish kerak edi. Nima bersam? Nima berib yuborsamikin? Nima edi? Rubit. Berib yuboraman. Mana buni pullar ko'payadimi? Hech qanaqa ko'paymasa ekan. Voy, mana bundan chiqarkan. Hozir tepadagilarni pul to'lab olish kerak ekan. Hozir ko'ramiz. Shunaqa qilasan ekan. Ana hozir bitta ko'tarilib olsam nima? Mana bunda bitta ko'tarilsam tez ko'tarilib ketadi-yu, shunga mana shunaqa qilib. Yana boshqa bo'ldi. Bu ya. Ana hammasini ko'ydi. 1 milliardgina pulim qoldi. Nima qilaman? Boshimga uramanmi? Mana 3 milliard bo'ldi. Hech bo'lmasa 3 milliard. Bo'ldi. Yana nima? Nima desam bo'ladi? Bitta yana tiklanish bo'ldi. Yana 10 milliard kerak boshqa. Mana bu tarafdagi xaritaga qarasanglar tez chiqyapti, lekin mana bunda chiqmayotgan deydi. Qaranglar mana. Mana bunga qarab turinglar. Mana chiqmayapman. Просто chiqmayapman, lekin bunaqa qarasanglar yaqinlashyapman. Ovozim bo'g'lyapti mana. Mana setdan hotspot paydo bo'lganmikin? Mana bu ovozimga qarang. Boshqacha ichimdan boshqacha bo'lib chiqyapti. Shunga avvalgidek gapira olmayapman. Qancha ko'rinib qoldi. Uzoqlashtirib qo'ying bo'lmasga. 4 kilo 5 kalki. 35 kalki. Bir yaxshi bir ayrot umuman. Shuning uchun sakraydiganni sakramanda bitxerdan aytib Godbinga boraman. Bir mendan boyrog'i bo'lsa, bir ayrot so'ramoqchi edim. Yo'q, o'zi mendan betdi. Yaxshirog'i yo'q qoldi. Mana qarab ko'ramiz. Chekrasida ham yo'q. Hech nimaga yaramaydiganlari bor. Faqat shunaqa. Nimaga? 0%. Tushunmayman ingliz tilida. Ingliz tilida tushunmayman shunga bilmayapman. 18 minut 52 sekund deyapti. Nima paydo bo'lsa kerak edi. Tushunmadim. Endi ketaman. Hech qaysi mendan yaxshi. Hozir bunaqa yurganimda yo'q edi. Paydo bo'lib qoldi. 19 minutdan keyin bepul bo'lar ekanmi shular. Shuni deb o'ylayapman. Bunaqa bo'lmasa kerak. Bu bitta boyroq bor ekan. Mana shunday so'rasammikin? Hozir shu yerdamikan bu? Shu
Yo'q. Tushguncha qarab turamiz diye so'rab ko'ramiz diye. Hech bo'lmasa bir 15-20 million bersa kerak. Menda shular yo'q 15-20 million. Nima qilyapti? Bu yerdan chiqaman desa chiqmayapti. Hech bo'lmasa 15 million berga. Yo'q, mana bu robuxlusini ochib qo'yib qaraylar. Menda mana robux, bunda robux emas. Ha, tushundim, robux ekan. Просто bizga ko'rmayapti. Uni bazasi chunki. Shuning uchun ko'rmayapti. Bu yerda pastroqlari bor ekan. Saksi kola nima desam bo'ladi, 4,5 million qilib qo'yibdi. Lekin bu saksi kola yaxshi qilib ko'proq qo'yish kerak. Bu har bir nima desam bo'ladi, mana shu ko'p vaqtdan chiqadi, 5-6 kunlardan chiqadi. Noyob saksi kola. Lekin noyobmi boshqami qaramayapti. 4,5 million qilib qo'yibdi. Undan ko'ra tepaga chiqib o'zim olganim yaxshi. To'g'ri emasmi? Oyimlar chaqirib ko'rmasa ko'proq o'ynayman. Bo'lmasa yana chekman. Voy, mana yetaman Goblinga. Yetsam bo'ldi-yu. Menga ostirimdan keyin ko'tarilarmikan? Ko'tarilmas ekan. Ozgina kerak. Hech bo'lmasa bittagina ko'tarilishim kerak. Voy, ko'ziga qaraydi. Qarab turadi, ko'ziga qaraydi. Ko'ziga qaraydi. Juda boshqacha. Mana bu qanchaga? 141 k. Ko'rdim, bitta 141 k bor ekan. Hozir o'zimga javob qilaman hammasini. Ana ketyapti yonidan. Mana bu larilar ketgisi kelmaydi-de. Yo'q bo'lib ketdi. Nimaga? Juda yomon bo'ldi-de. Assalomu alaykum. Nimaga urishyapti? Nimaga urishyapti deyapman. Yaxshi urishyapti. Urishga joy qolmayapti. Ozgina kuchaytirayda o'zimni. 10 milliard qilishim kerak. Nima qilib bo'lsa ham 10 milliard qilsam 10likdan beradigandan bitta qilib, keyin Godlingga chiqamiz, keyin bitta qoladi. Bitta qolganda bitta qolsa ana shu sekretga chiqa olaman-da. Shunaqa. Qaysini kuchaytirdi? Kimga? Asqalarni boshida mana shu bitta so'li bo'limi. Bitta puli ko'pirganmi? Bitta o'lib qolishdan bitta. O'lib qo'yapti-da. Bermaydi. Yurmayapti-de, nima deyman. Mana topdi. Qanaqa qilib boy ketadi. Umriga tezlik kerak. Mikroga chiqsam, mikrodan ham o'tib ketaman, mazali yurasan ketadi. Godlingni sekret desa kerak-da, shunday deb o'yladim. Ana Godlingga borishim kerak.
Kodlarını yana bir gram üstüne do'stlar yana 12 minut o'ynadim. Shunga bir sekretga chiqsak, bo'lmasa bu videoni keyingi qism demayman deb chiqarib olaman. Qarab o'tirmayman men. Sekunddan demayman degandim. 16 sekundligini bildim. 16 sekunddan keyin tugaydi. Ozgina qoldi. Nimaga yana bo'lmayapti? Ko'tarilayotgan bo'lsa, o ko'tarilyapti ekan. Shunday ko'tarilib bo'lsa ham chiqaman. Şu Midxer'dan çıkıp Godling'e borolmayapman. Midxer'dan bemalol chiqyapman. Ortib ham qolyapti-da. Yugurishim kerak. 25 milliard to'laydi. Yugurishim 115 bo'lishi kerak. Shuni 115 bo'lib, perrajeniya bersam qutulaman. Boshqatdan 10 dan berib nima qilsam bo'ladi? Ha, do'stlar, bunaqa qilamiz. Hozir bitta zalga kiraman. Mana bu yerda pul yig'guncha bu zalda o'ynab turamiz. Shunaqa qilamiz. Videoni to'xtatib turaman. O'zlaringiz kirganimdan keyin ko'rib yuboraverasizlar. Shundan unda videoni to'xtatdim. Do'stlar, mana kirdim. O'tda tez pul yig'ib beradi, lekin bu bilan bir xil. Biz boshqa chora. Mana qaranglar. Uch borasizlar. Mana buni bossang yetalab beradi. O'zing tezlikni mana masalan meniki 235 qilib yana yetalab yuboradi. Boshqatdan mana shunaqa qilib ushgandek. Voy, nima bo'lib ketdi. Bunda ana bir yerga o'rsang, keyin o'sha qanating yo'qolib ketadi. Tushundinglar? Mana bu 2 etaj, lekin mendaka puli yo'q. Mana bu yetarli. Mendan çok güzel. Şurada. Ne yaman ben de işte koyacağım var ikinci bölümde ben yaman böyle kendimde ana şunu bilmişim. Belki bir yeni bir rayotlar satılıyor adamın bilmesen. Burada sayfın Brian Root düşünmedim. Bana bunun player mana bunaqa o'xshaydi bu. Qancha robux sarflaganing deyapti o'xshaydi. Yo'q, tash. Bu nima? Puling. Men pulim turgan, shuning uchun oxiratga bo'lsa yo'q. Bence 4'ten 5'te bana ayrı kurtaralım. Boş gittim. Ölmedim mi geldi?
Yo jonimga qaranglar. Jonim birgina, bitta mitkina 1 grammdek. Ana bu yoqqa ko'rsak, unda keyin oyoq uzaytiradiganni nimaga unaqa qilib chiqib ketding, jinnimisan? Chiqib ketsang pulinglamaydi deganlarga pulinglaydi. O'zal boshqacha. Pulinglab turaveradi. Boshqa zaldagi emas. Mana shu o'tib ketgandan keyin bitta bir oy o'taman bo'lsa. O'tib qoldim. 3 ta bir oyga o'toldim. Yo'q. Bitta flaki bu. To'xtanglar, lakini o'tamiz. Mana shuni qilaman. Mana qilaman o'taman. Voy! Chiqib ketdim. 3 ta bir oyga. Shunday. Ketdi, uçup ketdi. Tugadi. Voy, nimaga? Mana shu toshga urilib ketaveradi. Tepada uçsam, tepada ya uçgan paytim nima? Tushirib yuboradi pastga. Asta uçirib yuboradi. Yo'qmi-yo, ko'rmay qoldim. Do'stlar, yuzim ko'rsatib o'ynasammikan? Chiqarib qilib. Yuzimni ko'rsatsammikan deb o'ylayapman-da. Men o'zim joyimdaman deyman. O'zim yuzimni ko'rsatib o'ynasammikan? 1 2 3 Mana. Salom do'stlar. Mana shu telefonda o'ynayman deymi? Ketdi. Voy, mana yana tushib ketdi. Mana bu qo'yaman yuzimni. Do'stlar, o'zim mana shunaqa qilib o'ynayman men. Chetga chiqib qolyapman, nimaga desa, mana bunda-ku telefonni nima kamera oladigan joyi. Shunga chetga chiqib qolyapman. Endi nima desam bo'ladi, YouTube bilan shartnoma qilgandim. Yuzimni ko'rsatmayman deb. Bu video chiqararmikan? Chiqarishga ruxsat berarmikan? Hoppa. Mana shu millionlikni olaman-da, videoni tugatishga juda majburman. Ovqat ham pishgan, men ovqatga qaramay video olyapman-da. Voy, mana bitta millionlik olaman-da, tif qaytaman. Kuchaytiraman, bizlar qilaman-da. Tez ovqat yeyishga boraman. Do'stlar, qayrishni bilasizlar, mana shu videoga kirsa bormi? Nima deyman? Mazza qilib yursa kerak. Nima desa, robotu bor. Kas berib, robotga olib tashlaydi-da, mana shu yoqqa kayf qilib yuraveradi. Voy, o'lmadim, ko'rdinglar? Mana bu toshni o'tganda o'lmay qoldim. Hozir ko'rsam boshqatda. Mana o'tga tushib o'ldim endi. Voy, mana o'lmadim, ko'rdinglar? Tez o'tsang o'lmasgansan. O'ldirmas ekan-da. Qaraychi. Mana ketdi. Voy, yana o'lmadim. Nega endi o'ldim? Do'stlar, endi videoni tugatishga nima desam bo'ladi? Majburman. Ovozini mana bu nima desam bo'ladi?
Bugun montaj qilaman-da hozir. Montaj qilganimdan keyin uydagilar chaqirib qoladi. Ana shu ovozlar eshitilmaydi deb. Shuni yo'qotaman. Do'stlar, shunda